birinchi bo'lish qiyin bo'lmagan. Bilasizmi, bunaqa bir baxt, bu mo'jizaga o'xshagan narsa bo'lgan. Chunki siz nimani orzu qilsangiz, o'sha narsaga erishganda odam g'alati bo'lib qolar ekan. Chunki o'sha paytda biz shuni shunaqa xohlaganmizki, o'sha guruh bo'lishini, o'sha qo'shiqlar bo'lishini, bizani o'sha kichkina intervyu bor ekan. Bizga sizlarga mana kiyiminglar xorijiy ekan, sizlar adaylar olib beradimi yo o'zinglar olasizlarmi? Mablag' kerak, qayerdan mablag' olasizlar desa, men aytayapmanki, yo biza konsert bersak bo'ldi, bizga konsertdan boshqa hech narsa kerak emas, deyapman. Orzu konsert bo'lgan ekan. Shu ko'proq katta sahna, konsert berish, mablag' to'g'risida o'ylamaslik, mablag' o'zidan o'zi kelardi. Chunki bu konsertga albatta pul berishardi va u paytda o'sha birinchi kiyimlarimizni piramidalar, o'sha jinsilar, o'sha maykalar, Chanel, Boss maykalari qimmat turardi. 80 rubl turardi o'sha piramida. Ipodromga borib olardi. Endi hamma yoqda ham yo'q edi u narsa. Oyim bilan odam 75 so'm maosh olishardi, oylik olishardi. Shuning uchun odam necha pulga olding bu shimni deganlarda 20 so'm desam ham, "Vo, shuncha qimmatga oldingmi? Jinni bo'lib qolibsan, bu nima bu shalvorga o'xshaydi bu shim?" dirdilar. Bu 80 so'm desam, вообще qattiq urishib qo'yishlari mumkin edi. Shuning uchun bu narsa juda kutilmagan holda bo'lgan va keyin men buni bitta ko'rsatuvda aytganman, juda bir achinarli holat bo'lgan. Negadir meni ekzamenlarim VGIKka kiradigan, kirib bo'lgandan keyin birinchi kurs ishlarim, o'sha birinchi ekzamenim birinchi bolalarni birinchi konsertiga to'g'ri kelib qolgan. Xalqlar do'stligida konsert bo'lgan. Men o'tda ishtirokchi bo'lishim kerak edi, ishtirok etishim kerak edi, o'tga borishim kerak edi. Lekin dekanatga kirib, mana shunaqa men guruhda ashula aytaman, men Toshkentga borib kelsam, iltimos maylimi desam, yo'q deyishgan. Endi men ham bir g'alati inson ekanman, bu mayli, yo'q deyveradi, men o'zim baribir boraman deb borsam bo'lar ekan-da o'sha paytda. Lekin men borolmaganman, chunki endi birinchi ekzamen, birinchi o'sha kurs ishi qanaqasiga bittada sen keta olaysan. Bilasizmi, shunaqa achinib, o'kirlab yig'laganman.